Dərsimizdəki 8-ci babı sanlar qrupsini bir tərəf qilish. Yəni bu sanlar qrupsini bir qədər mühimroq. Nimish mühim degəndə biz sandandan uçulan o'qib bolğanlıqda bəlkim sanlar qrupsi holat o'qib elib qolishimiz mumkin. Bəlkім yəni başqa usullarda elib o'qib qolishimiz mumkin. Şunlaşqa sanlar qrupsini bir qədər mühim bolğanlıqlar. Sanlar qrupsi bilan hərflərə tizqini bir tərəf qilish. Yəni sanlar qrupsi bir tərəf qilish bilan hərflər tizqini bir tərəf qilish bolsa, mayli PHP tili bolsun, mayli C tili bolsun, hətta biz öyrənib ötən VB tilləri bolsun yoki Java tilləri bolsun, hər qanday bir tilga o'xshash. Yəni biz sanlar qrupsi bilan hərflər tizqini hər qanday tilda qaysi tilni o'rgansanlar hamma tilda ba'zida. Bu ikkisi hamma tilda bor. Buning muhimligini shu yerdan tushunishim bo'ladi. Bu ikkisi qanday tilda o'rgansanlar, eng oddiy C tilida o'rganamsizlar yoki Java tilida o'rganamsizlar. Oddiy qilib o'rganib C tilida o'rgandikmi deganda C tildami bor. C tilda undan boshqa yana Enium deb, undan boshqa har xil yana brigadalashgan sillar tipleri var Gonyon deyiladigan. İstiriklaydigan anda ixtimlar bor. C tilida bir qadar murakkabroq. PHP'ni C tilida qilganda asonroq dishki bo'ldi. Yana PHP C tilida qilganda sal asonroq dishki bo'ldi. Faqat biz bakroq bir taraf qilsak bo'lgandan mush ikkisi bor, ikkisini bir taraf qilayotgandan keyin biz odatda PHP'ninki grammatika qismidan putimizni ilib başqa bir dunyoga, yəni PHP dunyosiga kirib ketdik desak bo'ldi. PHP'ninki grammatika qismi asosan tugaydi. Ya'ni grammatika deganda nimani o'z ichiga oldi desa, birinchilab o'z ichiga oldig'ini sonliq ma'lumotlarning tipi. Ya'ni tipi. Birinchilab o'z ichiga oldig'ini tipi. Ikkinchilab shu desa, tipni belgilab bo'lgandan keyin ham odatda biz harflar tizqiga, ya'ni harflar tizqiga tutamiz. Harflar tizqiga. Yana shu zifran degani shu xansucha. Harflar belga tizqiga. Harflar tizqiga. Uchinchilab desa, odatda gruppa, yana sanlar grupsi. Sanlar grupsi. Dal shu 3 hukm. Undan keyin nima desa shu asosiy grammatikalar, yana biz o'rganib o'tgan iqlim kontrol qilish qurilmalari, yana if qurilmasi, for qurilmasi, switch qurilmasi, do while qurilmasi, while qurilmasi qatorliq bir qancha qurilmalar. Bu oddiy biz boshqa tilda o'rgansak, boshqa tildan bor, PHP o'rgansak, PHPdan bor. Buningdan biz mustasno bo'la olmaymiz. Har doim ushlab tug'an. Yana bu 100% bir tilda, yana odatda Java tili bilan PHP tiliniki o'xshaydigan qismi qanday desa, amaliyotda mayli Java tili bo'lsin, mayli PHP tili bo'lsin, mayli yoki C tili bo'lsin, hatto C++ tili bo'lsin, bular odatda grammatik qismi jihatdan, grammatika. Endi grammatik qismi jihatdan kimida eng kamida 40% atrofida o'xshaydi bular. 40% atrofida o'xshaydi. Shunashqa bir tilni o'rganib baqqan odam yana bir tilni ikki o'rganishning sababi mushu. Yana bir tilni o'rgangan odam yana bir program laylash tilini o'rgansa, surati tiz bo'ladi, osonlam o'rganadi. Chunki nima deganda grammatika bir qita o'rganib bo'ldi. Masalan, bir deb qilishda program laylashda azur ko'pdir bir bilim ega bo'ldi. Undaq bo'lsa, bu odam albatta boshqa program laylashda o'rganib bakmagan odam qolganda surati bir qadar tez bo'ldi, qabul qilish bir qadar tez bo'ldi. Shuni osonlik o'rganadi. Endi bizniki shu sanlar gruppasiga kelsak, bu soatga o'tmoqchi bo'lgan mazmun sanlar gruppasiga kelsak. Sanlar gruppasiga kelsak. Sanlar gruppasida hamda biz sanlar grupsini o'rganib o'tishdan burun biz to'liq o'tirib o'rgangan sanlar qatori, ya'ni A0,
Ondan keyin A1 asli bu 0,1 deganlar indeks bo'yicha pastga silatdi. Hozir bu yerda amal bo'lmagach, men shunday yozib qo'ydim. Sizlar shuni ko'z oldingizga keltirsanglar bo'ldi. Masalan, birinchi limitni bo'lsa A0 orqali, ikkinchi limitni bo'lsa A2 orqali shunaqa. Uchinchi limitni bo'lsa A2 orqali, to'rtinchi limitga kelganda A3 orqali. A3 orqali. Shunday mengib qanda A-ingacha, ya'ni A-indiga limitgacha. Endi bu biyatga A-in, A0lar nima deyilsa, sonlar qatori, ya'ni sonlar qatori. Bu balkim biz o'rganib o'tgandek, ya'ni 2 ga bo'linadi-ku. Yana Xanzucha aytganda tang ayrimliq, Uyg'urcha aytganda tang ayrimliq Xanzucha shunday qilingcha. Tang ayrimliq bilan boshqa yana tang bo'limlik, tang nisbatlik ikki xil bo'linadi. Endi men bu yerda matematik o'rgatmoqchi emas, faqat sizlarni shu A0, A1, A2, A3, A4, AN bo'lgan shu indeksninki nima vakilliklar desa, bundaq bir odatda masalan birinchi elementda masalan bu navodi kerak tang ayrimliq sonlar qatori bo'lsa, masalan birinchi elementini 1 desak, u chog'da ikkinchi element bo'lsa 2, uchinchi element 3, undan keyin 4. Shundaq ma'lum ketadi bu. Endi bu yerga biz shu yerdagi A0, A'ninki pastki 0, 1, 2 degani indeks deymiz. Indeks qiymat deymiz. Endi shunaq dal A0ga nima to'g'ri keldi hozir? 1 to'g'ri keldi. Shunami? A0 ga 1 to'g'ri keldi. Ya'ni A0 ga 1 to'g'ri keldi. A1 ga 2 to'g'ri keldi. Ama shunaq surilib ma'noda. Endi bu bo'lsa nima deganda indeks. Ya'ni indeks. 0 nis bo'lsa mana indeks deb atagan. Buni indeks deb atagan. Indeks yoki biz indeks va yoki bizning endi bu yerda nima deb ataymizsa ochqich deb atagan. Bu ochqich deb ataganda faqat nima xos deganda bizning sonlar guruhimiz xos. Ya'ni bu bo'lsa indeks yoki ochqich. Bu bo'lsa qimmat. Endi qimmatni nima deymizsak, bizniki sonlar guruhida qimmatni value. Bu yerki value navbatchilar VB o'rgangan bo'lsanglar, VB tildagi ya'ni value bilan ya'ni o'xshash. Ma'nosi nimada? Qimmat degan ma'noda. Bu ingliz so'z qimmat. Demak, mana shundaq sonlar guruhi o'xshash, sonlar guruhi biz o'rganib o'tgan sonlar qatoriga o'xshash. Ya'ni sonlar guruhi sonlar qatoriga o'xshash indeks bilan qimmatdan tarkib topgan. Ya'ni ma'lum bir indeksga ma'lum bir qimmat moslashgan, ya'ni masolat kelgan. Masalan A0 ga 1 to'g'ri keldi, A1 ga 2 to'g'ri keldi, A2 ga 3 to'g'ri keldi. Demak, mana shundaq birisi bo's indeks, birisi bo's qimmat. Ya'ni qimmat bilan ya'ni ochqich yoki indeks bilan qimmat to'g'ri kelgan. Bundan keyin biz buni K deb ham olamiz. Bizning sonlar guruhimizda K deb ham olamiz. Bundan keyin K desam, sizlar shu indeks ekan deb ham tushunsanlar bo'ldi. Endi qimmat kelganda value desam qimmatga deb tushunsanlar bo'ldi. Bu yerga K sonlar guruhida ochqich deb atildi, value bo'lsa sonlar guruhining qimmati deb atildi. Ya'ni navbatga biz mushat value bilan K ni to'g'rilashsak, K deganimiz sonlar qatori kelgan vaqtida buni indeksni bildirdi. Value deganimiz shuni mas holatga qimmatni bildirdi. Endi biz darsimiz qaytib kelsak, darsimizniki
tunsak dersda men mundaq bir tushuntirib o'tay. Masalan, yana bizningki mushu sonlar gruppasi bo'lsa 2 xilga ayrılgan. Yana indeksning o'zi 2 xilga ayrılgan. Indeks aslında birinchisi bo'lsa indekslik sonlar gruppasi, ikkinchisi bo'lsa bog'lanishlik sonlar gruppasi. Endi indekslik sonlar gruppasida bo'lsa indekslar, yana oningki k qiymati 0 dan boshlangan. Endi bog'lanishlik sonlar gruppasi bo'lsa, bog'lanishlik sonlar gruppasiniki ma'lum sondan boshlansin bo'ladi, harf belgisidan boshlansin bo'ladi. Biz buni sonlar gruppasini so'zlab o'tganda, ya'ni aniqliga vaqtimizda tushuntirib o'taylik. Endi sonlar gruppasining aniqligimizda, yana men bu yerdan o'tib ketay. Ma'lum bir qiymatga, ya'ni ma'lum bir k ga ma'lum bir ochqich to'g'ri keldi. Ya'ni ma'lum bir k ga ma'lum bir value to'g'ri keldi. Endi sonlar gruppasining aniqlanishi. Biz burun o'tgan sonlar gruppasini array degan ochiq so'z bilan aniqlaydik. Biz bir qancha sonlar gruppasini aniqlab o'tib chiqaylik. Masalan, o'zgarish miqdor C, ya'ni array tipli o'zgarish miqdor C. Bu deganimiz tam bo'ldi array. Endi buniga men qiymat beratdim. Qiymatni qanday beraman deganda birinchi xil qiymat berish usuli. Ya'ni k. Andan keyin tanglik belgisi bundaq lakenda cho'ng belgisi va cho'ng belgisi. Mush holatda undan keyin bu yerga value. Albatta bu qo'sh tirnoq ichida, qo'shbash ichida. Bumi qo'shbash ichida. Undan keyin ikkinchi indeks, mana birinchi indeks qo'y, ikkinchi indeks uningdan boshqa. Ya'ni mushundaq holatda biz indekslik sonlar gruppasini mushundaq aniqlasak bo'ladi. Bu birinchi holat aniqlanishi. Masalan, menda A0 go, men shu sonlar qatorini sonlar gruppasidan qilib turib aniqlab turay. Masalan, A0 yoki men A0 deb olmay 0 deb olay. 0. Bunun olsa ne to'g'lansin? 1 to'g'lansin. Shunaqmi? 1 to'g'lansin. Hamda ikkinchi indeks bo'lsa 1. İkinci indeksimiz bo'lsa uning qiymati 2. Üçüncü indeksimiz bo'lsa 2. Üçüncü indeksimizniki qiymati bo'lsa 3. Demakchilik biz odatda mushunchalik hozir yozib turay. Mana bu birinchi xil usulda aniqlanishi. Endi ikkinchi xil usulda shu o'tsa faqat qiymatlanirish. Ya'ni qiymat deganda value numbers. Ya'ni biz value bilan berdik. Bo'ldi. Mana shu sonlar gruppasi bo'ldi. Bu qanday sonlar gruppasi bo'ldi deganda value bilan berganda faqat indekslik. Hozir biz 2 ga bo'ldik emasmi sonlar gruppasini? Yana sonlar gruppasi 2 ga bo'lindi. Birisi bo'lsa indekslik. Indekslik sonlar gruppasi, yana birisi bo'lsa bog'lanishlik. Sonlar gruppasi. Bizning hozir so'zlayotganimiz dal birinchi tipi. Yana qandaq deganda indekslik. Indeks tipidagi sonlar gruppasini aniqlagan. Mesela 2 xil usul bor, 2 xil usuldan mana birinchi xili, ikkinchi xil usul bo'lsa, qandaq deganda o'zgaruvchi miqdor sonlar gruppasi tipliq o'zgaruvchi miqdor r deganimiz tam bo'ldi. Array neden unutib qolmanglar. Bu biz array orqali qiymatlarni bergan vaqtimizda shunaq chiqdi. Biz
buni qimmatni mushunaq beraversanlar bo'ldi, lekin buning to'g'ri yozish usuli qanday deganda buni mandaq yana qo'sh ustidan qo'sh ichiga ilib yozish. Ang to'g'risi shu, ammo mushunaq yozsaqmi xato emas. Shundan men ang oddiy holatda yozib qo'ydim. Demak, ikki xil usulda ifodalanish bor. Endi buni chiqarishda biz boshqa xil usul bilan chiqaramiz. Oldingi satır mesela ilk hoca müsaklık çıkargan toq. Demakchilik bu indekslik sanlar gruppisiniki aniqlanishi bo'ldi. Yani ikkinchi tipda bo'lsa bağlanışlıq tipliq. Bu bağlanışlıq tipliq degan nima degan gap desa, masalan, buniki ma'lum mandaq ma'lumga o'xshash ma'lum bir qonuniyati yo'q. Yana indekslik sanlar gruppasiga o'xshash ma'lum bir qonuniyati yo'q. Ammo bu bağlanışlıq, ya'ni bir-birisiga bog'lashgan. Masalan, alma 1 kilosi shunday-ku. 1 kilosi miyada 5 koy. Alma 1 kilosi 5 koy. Nishbat anda 1 kilosi 7 koy deb hamsizlar yozib qo'yay. Men bozor bahosini tekshirmadim naslanga. Mushunaq yozib qo'yay. Yozib qo'ysa, masalan, bu alma 1 kilosi 5 koy. Nishbat 1 kilosi 7 koy. Endi yana bir masalan uzum. Buningcha 1 kilosini men 7 koy holatda yozib qo'yashtiray. Bu qanday? Hammasi ma'lum bir yemeklikniki yoki mevaninki 1 kilosiniki bog'lari bo'ldi. Shunaqa bir-birisi bilan munosabatlik, yana bir-birisi bilan munosabatlik. Bular bir-birisi bilan munosabatlik. Unda men buni tuzsam, endi qanday tuzayman deganda, buni ifodalaganda bunday tuzaymiz. Buni faqat biz birinchi xil usulda aniqlay olamiz, ikkinchi xil usulda aniqlay olmaymiz. Ya'ni birinchi xil usulda aniqlaymiz, ikkinchi xil usulda aniqlay olmaymiz. Endi masalan, aniqlashning usuli, ya'ni bağlanışlıq sanlar gruppasini aniqlashniki usuli. Yani birinchi xil usulga o'xshaydi. Masalan, tiydigimiz array. Her daima arrayni unutib qolmanglar. Array shu sanlar gruppasiga vakil qildi. Endi birinchi, yani indeks bo'lsa, hozir birinchi indeksimiz bo'lsa alma. Shunaqa indeksimiz bo'lsa alma. Alma deganimiz indeks bo'ldi. Hamda tang. Uning qiymati yani 1 kilosining qiymati 5 koy. İkinci indeks bo'lsa nishbat. Buniki qiymati bo'lsa bunun qiymati bo'lsa 7 koy. Men mana boshqa qilibday. Uzunlikini 9 koy qilibday bo'ldi. 3-chi indeks bo'lsa uzum. Yoki 3-chi ochquch. Bu yerda biz ochquch deylar bundikina. Yana K deb atildi. Biz ochquch deb ataymiz. 3-chi ochquch bo'lsa uzum. Uningki valuesi, ya'ni qiymat bo'lsa 9. Demak, mana shunday chiqdi. Yana biz aniqlagan vaqtimizda mana bundaq aniqlaymiz. Array. Tırnak ichida K degan bitta ochquch. Uniki tanlik, mabelga uniki value degan bitta qimmat. Buni musholatda aniqlaymiz. Endi siz navbat to'liq o'tirib o'qimagan bo'lsangiz yoki to'liq o'tirda sanlar gruppasi deydigan yoki sanlar qatori deydigan shu bilim o'rganmagan bo'lsangiz, bizning ma'vo sanlar gruppasini tushunishingiz haqiqatan ta'sir to'xtab qoladi. Endi demakchilik
men bu yerda o'zgartib ikkinchi tipdagi ya'ni bağlanışlıq tipdagi sonlar gruppasini aniqlab chiqdim. Endi buni chiqarish masalasi. Biz burun o'rganib o'tgan usulda chiqarib o'tay. Masalan, equal deganlar sonlar gruppasi T, sonlar gruppasi T. Men faqat hozir ikkinchi gruppani chiqardim va biz burun o'rganib o'tgan shu ikkilamni chiqarib o'tay. T. Ondan o'tir tırnaq. Ma o'tir tırnaq va esinglar tutinglar. Cho'ng tırnaq emas, kichik tırnaq emas, dal o'tir tırnaq. Alma. Indeks limitda alma. Indeks bo'lsa alma. Shunaqmi? Men bu almaning bahosini chiqarib qo'yaymi shu yerga. Qanday chiqdi ekan? Bu nima deydi endi bu? Mana qayta yazsam yozay. Dal misheriga xatolik ha. Niye koyduk ben? Dal ma axlashib qoldim shuni. Shundan chiqib 13-chuqurda, ama shunday xatolik chiqib qolsa, oldi o'zi keyni 3-chuqurga qalash to'g'ri keldi. Ya'ni dal naq o'zi emas, ya uning oldida yoki uning keynida. Iko o'zgarish miqdor yana ST dollar T. Ya'ni sonlar gruppasi o'zgarish miqdori T'ninki indeksi hamda indeks limitda indeks alma, ya'ni men alma deganlikka qiymatiga erishay. Saqladim, ijro qildim. Besh koy. Almaning beklari saqlangan 5 koy. Dal biz o'rganib o'tgandek chiqdi. Ani biz bu yerda chiqarganimiz faqat birlam indeks. Navada hammasi chiqarmansak qanday qilamiz? Shu tikka amal yo'q, yozmiz endi. Iko o'zgarish miqdor T. O'zgarish miqdor T nima deganda sonlar gruppasi, yana sonlar gruppasi. T'ninki ikkinchi indeksi bo'lsa, ikkinchi indeksi nashput. İkinci indeks bo'lsa nashput. Endi men buni saqlab o'tdim. Ijro qildim. Ijro qilgandan keyin bo'lsa, biz men coin yozib ekanmiz, shuni 7 deb chiqibdi. 7. Yana nashputniki bas bo'lsa 7 deb chiqibdi. Hamda biz demakchilik chiqarishni, ya'ni arrayni equal jumsaqqa chiqarishni uning oldini o'rganib o'tgan, mushsat o'rganib o'tgan mazmunlarni biz bir tekrar atadi. Birinchisi bo'lsa şu yani sonlar gruppasini aniqlash. Sonlar gruppasini aniqlash. İkincisi bo'lsa sonlar gruppasini tipi, yana sonlar gruppasi ikki xil bo'lingan. Birisi bo'lsa odatdagi, ya'ni indekslik sonlar gruppasi. İkincisi bo'lsa bog'lanishlik sonlar gruppasi. Bu saatdagi dersimiz müşahid oxirlashdi. Dersimiz yoqtirib ko'rganlarga rahmat, xayr xo'sh. Hamda dersimiz oxiriga kelsak, oldingi soatlarda biz sonlar gruppasini aniqlab, sonlar gruppasini turlak bo'lib, sonlar gruppasida ikki jumla orqali chiqarib ko'rgandik. İlk hocamızdan çıkıp göründük. Yani bu saat ben nima so'zlaysiz men sonlar gruppasi bilan har bir chiziqning ikkisini men farqini so'zlab o'tay. Bu yer so'zlab o'tmasam bu nima chiqdi deganda, masalan bitta sonlar gruppasi orqali sonlar gruppasini ham ishlasak biz bo'ldi. Har bir chiziqni ishlasak bo'ldi, biz sonlar gruppasi ishlatmasak bo'lmamdi. Yoki ikkisidan birini qilib, birini shalvas bo'lmamdi. Bunda bakchiq bilan so'zlab kelsa biz o'rganib bo'lmaydi ekanmiz. Nimaga Paydası var deb qo'yishim mumkin. Shunaqa savollar kalonga kelib qoladi tabiiyligi. Men shu soatda shu savolga men javob berib o'tay. Masalan, har bir chiziqqa miqdor, har bir chiziqqa tipliq miqdor en oldi buningga mening ismim Farhod Tursun. Tez qo'yib bu yil 24 yaş deb yozay.
Anda yana bir sonlar gruppasi tipliq o'zgaruvchi miqdor arni elib buningga arayga buningga men bevosita qimmat beraversam bo'ldi, ya'ni indeks tipliq bo'laversin bo'ldi. Mening bir ayrıldığı ismim Ferhat Tursun. Bu yıl 24 yaş. Ben bu şunlar kırgızdım. Çiftleşindekine okşaş kıldım ama birisi basa qandaq miqdor deganda birisi bo'lsa harf belga tiziq tipliq miqdor. Yana birisi bo'lsa sonlar gruppasi tipliq miqdor. İki xil miqdor bo'ldi. Endi men navbat kerak. Yana birisi o'tib ketdi. Masalan 24 yosh, men 26 yosh qildim yoki 25 yosh qildim desam, qanday qilishim kerak masalan shunda? Sizlar o'ylab baqdinglarmi? Bunga biyak akilib shunday qilishim kerak. Buni shunday qilishim kerak. Shu kod orqali qilsa shunday bo'ldi. Ben o'zgarish nayt oson to'xtaydi. Ammo rasmiy programmalar uchun, masalan, sandanni biz o'qib olgan vaqtimizda yoki boshqa programmalarni tuzgan vaqtimizda. Ammo shunday biz kodni biz ko'ra olmaymiz. Masalan, ishlatgichlar yuzlangan programmalarni tuzgan vaqtimizda. Misol naq shu vaqtda chataq chiqdi. Naq vaqt dal shu programmalarga masalan ishlatgichlar yuzlangan programmalarni yozgan vaqtimizda ular bevosita holda kod yuz bilan uchrashamaydi. Yana bevosita holda kod yuz bilan uchrashamaydi. Ham uchrashimi bo'lmaydi, chunki biz o'zimiz yozgan kodni yumshoq detalniki kodini haqqa buni yumshoq detalning kodi mundaq deb ko'ksitib qo'yamdiq. Hargiz mumkin emas bu. Masalan, Jammer yoki Zen Studio qaysi tilda yozildi desam, mal mundaq tilda yozildi deb nishonlash mumkin. Ammo qanday kod orqali desam, bu aniqlam tirnoq tatlaysizlar bu yerda. Shunlashqa hech kimmi o'zining tuzgan yumshoq detalniki kodlarni munuman deblam oshkorlatib qo'ymaydi haqqa. Bildirib qo'ymaydi. Demak, hammasi qanday ishlatgichlar yuzlangan programma tuzgan vaqtimizda bundaq kodni ko'ksib o'ltamaymiz. Demak, biz o'zgartiradigan ish bo'lib qolsa, bevos o'zgartirish bo'lmaydi. Endi biz o'zgartimiz desak, buni mundaq o'zgartimiz. Avval men chiqib bet yuziga chiqaray. Iko Asi. Iko yani dollar R. Dollar belgisi her daima o'zgarish miqdorini belgilaydi. Biz o'zgarish miqdorini ifodalagan vaqtimizda dollar belgisini qitiblam ifodalaymiz. Dollar belgisi keldimi bo'ldi o'zgarish miqdor ekan deb tushunsangiz bo'ldi. Bu PHP'niki bir xususiyatda yoki alohida deb tushunsangiz bo'ldi. Nimishqa deganda boshqalarni o'rganib baqdim, C tilini o'rganib baqdim, C++ o'rganib baqdim, VB o'rganib baqdim. Chiqib o'rganib baqgan til chiqib bir qadar ko'p desam bakchiq, ammo naq tutib o'rganib o'zim yoqtirib o'rganganimni birisi ASP, andan VB, andan PHP. Mana shu 3 tilni men tutib o'rgangan. Yana birisi hozir o'rganayotgan Java. Bu tillar men tutib o'rgangan. Bu tillarning hech qaysida PHP ga o'xshash o'zgarish miqdorini mandaq bir miqdor bilan ifodalaymiz deb ham ko'rsatib qo'ygan. Faqat PHP da oldi dollar belgisi kelman, aman har doim o'zgarish miqdor ekan deb ham tushunsangiz bo'ldi. Ya'ni bu o'zgarish miqdor deganning ma'nosi mandaq bir qimmatni sig'dira oladigan bir bo'shliq deb tushunsak bo'ldi. Xuddi ota-onamiz bizga pul bersa, bizniki u pulni saqlagudek yanchiqimiz bo'lgan ustuqlamish. Hamda mushuk miqdorni men saqlab urib chiqarsam albatta birisini array chiqadi. Yana birisini boshqa harf belgilar tizg'in chiqadi. Ya'ni bu qimmatni faqat array tipli qimmat faqat qaytarib turdi. Buni bir-birlab ko'rsatish usuli bo'lsa bu qandoqda 0 dan boshlanadi har doim. Endi PHP'da yana bizningki
indeksliq sonlar gruppasi bo'lsa, har doimo indeksi 0 dan boshlanadi. 0 dan boshlanadi. VB'da 1 dan boshlangan qilgan bo'ldi, 0 dan boshlangan qilgan bo'ldi, ammo PHP'da har doimo 0 dan boshlanadi. Bu esinglar tumus bo'lmaydigan emasmi? 0 dan boshlanadi. Hamda bağlanışlıq sonlar gruppasiga biz bununla bağlanış sonlar gruppasida biz bununla bir narsa demaymiz. Çünki o alma, nashbat, üzüm, hatta başqa har xil gaplar bilan ochqushliq so'z bo'lib kelgachga, uning ochqushiningki qanday qimmat ekanligini biz uqmaymiz. Shundan uni chiqirish kelib qolsa, boshqa usul bor. Men keraksa so'zlayman, shu xil usul bilan chiqamiz. Hamda iko 0 limit var 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7'dan limit var ekan, ondan sonra şundan yana 6'ni köpəytib olay. Nöl 1 2 3 4 5 Demek ben 5 dal 5 olib qoldi, ama 6 olib qoldi. 0 dan boshlagach 6 olibdi, 7'de yana bir dal chala qolibdi. 6'da. Mishad 0 dan boshlagach ilmiy sonlar shu tan chiqsa bo'ldi. Yana mavo 0 dan boshlansa 6 gap bo'lsa 7 bo'ldi. Bu yerda 1 dan biz sanagan 1 dan boshlagach bu 7'de tapmatan chiqdi. Biz bunu chiqib ko'rsak, meni aslan Paratursun bu 24 yosh deganda 2 bisib chiqib berdi. Dal bu sonlar gruppasini bisib chiqarishning usuli. Endi men kelajakda 24 yosh bor turavermayman, 25 yosh turaman. Undan men 25 ni o'zgartirdim deydigan bo'lib qolsa, ya'ni programning sirtida o'zgartirdim deydigan bo'lib qolsa, endi biz bevosita kod, ben bayağı dedim, bevosita kod yüz bilan uchrashish mumkin emas. Unda qolsa men faqat ma'lum bir ixtiyor bilan cheklanadi. Ya'ni bu men o'ngshaytim desak, yana qaytadan yozilsa, yani 24 yosh bu bir butun gavda. Yani har belgilar chiziqidagi bularning hammasi bir butun gavda. Ayrılmaydı. Bir-birisinden ayrılmaydı. Çemberçes bağlaqlıq bir-birisinden ayrılmaydı. Şunçalik siz münasibətdə, yəni bir-birisinden ayrılmaydı. Onu ayırıb çıxışıq mümkün emas. Hazır közümüz bunda görünüb durğandan onu ayırıb çıxış mümkün emas. İşki saqlığışda onunğa bir-birisiga ulanğan halatda boşluq təminləngan, bular bir çemberçes bağlanğan, bularning ma'lum birnikini qiymatini o'zgartirib olmaydi. Masalan, mening ismim Farhod degandan buni abirlam hab olimga yoki boshqaga men yumshoq detal turib buni bevosita o'zgartirish mumkin emas. Yana bu butun bir gavda deb ketsak bo'ldi. Bir butun gavda desak. Hamda mana buni biz ishidagi qiymatini xalqancha o'zgartirmaymiz. Masalan, programni sirtib xalqancha o'zgartirmaymiz. Ammo qaytadan qimmat bersak bo'ladi. Hamda sonlar gruppasi deganda masalan, mening her bir ilmet öz aldığa ayrım ama bu mu bir bütün gavda ama her bir ilmet rakanda müstakil ayrılgan. Her bir ilmetleri öz aldığa müstakil ayrılgan. Mesela benim ismim Farhod Tursun. Bu 24 yaş, yani ki ben 24'den 25 qilay. Mesela bu qanday qilaman deganda 0 ilmet, 1 ilmet, 2, 3, 4, 5. 5 ilmet shu ekan qo'y. Shu 5 ilmet qilaman. Tam. 25. Müşna qilsam ishtamon masala. Müşna qilsam ishtamon masala. Ya'ni men faqat shu 5-ilmetga 25 degan yoshni beribman. Undan keyin bu yerga yana iko bilan buni chiqarib bersamdan bo'ladi.
chiqib bersam ham bo'ldi. Unda biz chiqqan natijani endi ko'rib boqamiz. Ko'rib boqaylik. Endi qaydigan bo'lsak, mening ismim Farhad Tursun, bu yil 24 yosh. Bu bo'lsa harflar tipidagi. Yana bir gavda champarchas balaga bir gavda. Buning ichidagi ma'lum birsida ilmat deydigan gap yo'q bunda. Sonlar gruppasida bor ilmat deb, ammo harflarga tiziqida ilmat deydigan gap yo'q. Bir butun gavda bo'la. Bir butun gavda. Talib seçsek yoki o'zgartirish to'g'ri kelib qolsa yoki hammasi o'zgartimiz, yoki bo'lmasa o'zgartmay qo'yib qo'yamiz. Undaq birisini ham o'zgartiradigan undaq ish yo'q. Navata men o'zgartirsak, buni qayta qiymat bersak bo'ladi. Endi sonlar gruppasi desak, ma'lum bir ilmitlari bo'lsa o'z oldiga bir ma'lum bir dunyo, ya'ni ma'lum bir mustaqil ayrılib chiqqan, ammo umumiy jihatdan bir gavda. Ammo ilmitlari mustaqil. Masalan, bu yil mening ismim Farhad Tursun, bu yil 24 yosh. Endi bu yerga sonlar gruppasi bo'lsa, mening ismim Farhad Tursun, bu yil 25 yosh. Biz bu soatda ikki jumshoqlik chiqarish degandoq sonlar gruppasi bilan harflar tiziqnoma meningcha hozir ko'pdir bo'lsa, ikkisiniki farqni o'rgandinglar. Ya'ni sonlar gruppasi bo'lsa, ilmiy tuxumba, ilmitlari bo'lsa, o'zaro, ya'ni ilmitlari bo'lsa, o'zaro mustaqil. Ammo butun bir sonlar gruppasiga nisbatan aytganda yana bir gavdalashib ketgan. Ammo ishidan mustaqil, ammo sonlar gruppasiga qaraganda bir gavda. Buni biz mush holatda tushunsak bo'ldi. Bek endi ishkillab kelib ketsakmi, sizlar bek qayb bo'lib qolmanglar. Endi bu chiqarish degandoq, chiqarishniki usullari shunday. Endi har doimo shunday qilib biz avvalab, masalan, buniki masalan hozir 7 dan ilmit var ekan, 7 dan ilmit chiqibman. Navada ma'lum bir sonlar gruppasiniki 10 tal bo'lsa, 20 tal bo'lsa, 100 tal bo'lsa, 100 tal bo'lsin bilaverdi. Masalan 100 tal ilmit bo'lsa, bu chaqda shunday yozaveramdim. Bu 100 tal ilmit unda qilib 100 bo'lsa biz yerib charchab ketamiz. Musha 100 tal ilmitniki qanday chiqaradiganligimizda kerak soatda men chiqarish jumlalarni so'zlay, shu soat diqqatinglar kerak soat mazmuni bo'lsin. Darsniki oxiriga kelsak, darsimizniki bu soatida biz sonlar gruppasini chiqarish to'g'risida so'zlab o'taylik. Biz oldingi soatlarimizda mana shunday 7 ilmit bo'lsa, 7 qitim ishlatib chiqargan edik. Bu vaqtimliq darsimda men bu saat dersimde ben bulan iletip durup yoki bo'ldi ammay bulan ilvaslama chiqpaysi yo'q. Biz oldin soatda mushni ishlagan, biz buni yezib bo'g'cha japat atib ketdik deyman. Hamda japat atmaydigan usullardan, ya'ni sonlar gruppasini chiqargan. Endi albatta sonlar gruppasini chiqaradigan usullardan to'shib o'tamiz, funksiyalar bilan. Birinchisi bo'lsa, biz burun o'rganib o'tgan funksiyaga o'xshaydi. Ammo azroq farq bor. Print and print funksiyalarini o'rgangan. Bu da bo'lsa print r. Ya'ni aslan siziq bor. Bir tanlam. Print r funksiyasi barliq sonlar gruppasidagi barliq ilmitlarni urib chiqardi. Urib chiqarganda, ya'ni uniki urib chiqish usuli qanday bo'ldi desa, array, ya'ni sonlar gruppasiniki ochqich so'zi. Undan ikkinchi deganda k ochqich. Undan ikkinchi mabelga value. Undan ikkinchi shundaq bir qancha davrlanish holatda dal buni mushundaq holatda chiqardi. Unda chiqib kirib boqaylik. Print r yoki read sanlanmayli, r sanlanmayli. Nima degan kelsa mayli.
Ammo bu inglizcha emas, ammo cho'qim to'g'ri yozinglar. Xatolik yuz bermasin jumlalarda. Qaysini chiqirmiz? Sonlar gruppasi tiplik o'zgaruvchi miqdor o'rni besib chiqaray. Saqladim. Xatolik yuz bergan 5-qurda deydi. 5-qurda print r as. Men xatolikniki nada yuz berganligini biz deb o'taydi. Demakchilik 5-qurda xatolik deydi. Program tuzish jarayonida bu xatolikni men deb o'tib ketdim. Hammalar sodir qilamiz. Menlar emas, hammalar sodir qilamiz. Endi masala nada desa, xatolik sodir qildik. Ammo uni sodir qilgan xatoligimizda tuzishni bilmasak bo'lmaydi. Men oldingi soatlarda shu xatolik chiqqan vaqtida shuni qandoq hal qilamiz shuni so'zlab o'tib ketib qoldim. Online deganda majinchi qur degan gap bo'ldi. Shundaq navbat xatolik bo'lsa, uning mushqor, uning usti pastda 3 qur qolanglar. Demaklik mana bunday chiqadi ekan. Array 0, ya'ni bu 0 degani k ochqoch qimmat mendan. Ochqoch qimmat ismim. Ikkinchi ochqoch bo'lsa, 3-limit bo'lsa, parad tursin, 4 bo'lsa bu yil, 5 bo'lsa 24, 6 bo'lsa yosh. Ma'lumot chiqarib berdi. Demak, buni chiqarib berish holati mana shunday holati bo'ldi. Bu yerda array, yana sonlar gruppasi. Undan keyin shu value ochqoch. Ondan keyin shu value qimmat albatta. Mush holatni chiqarib berdi. Endi ikkinchi funksiya biz yana eng oddiy qilib for jumlasi o'rgangan. Ammo for jumlasi o'rgangan vaqtida men bir ishga diqqat qilmasanglar bo'lmaydi. Men bu yerda so'zlab o'tay. Ikkinchisi bo'lsa for jumlasi orqali. Masalan for shunaqa biz men o'tab oldim-ku bu jumlani. For jumlasi. Yana ay deganimiz o'zgaruvchi miqdor ayni qiymati dastlab nechidan boshlanadi? Aniqlam 0 dan boshlanadi. Chunki indeksim o'zi 0 dan boshlangan. Endi ikkinchi shart bo'lsa, nima deganda o'zgaruvchi miqdor ayni qiymatda nechidan kichik? Mana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 limit bakkan 7 kichik bo'lsin. Endi har doimo o'zgaruvchi miqdorni qanda ayni qiymatiga 1 ni qo'shib bersin. Demaklik mana bu endi bu yerda echo jumlasi orqali qilib chiqarsam, har qitimda chiqarib berib manaverdi. Echo buni ishlatsam bo'ldi. O'zgaruvchi miqdor r'ninki indeks qanday bo'ldi? Har qitim o'zgaruvchi miqdor ay bo'lsa bo'ldi. Yana birinchi qitimda ayni qiymat bo'lsa, ayni qiymati bo'lsa 0. Ya'ni bu yerda bo'lsa ay 0. Ya'ni birinchi elementni chiqarib berdi. Mana bu usul orqali chiqarishga bo'ladi. Yana xatolik chiqadigan ish bor. Bu yerda biz qarab o'taylik. Error, yana xatolik. Expecting in align altda 6-qurda xatolik deydi. 6-qurda xatolik bo'lsa, albatta bu yerga xatolik chiqmagan, 6-qurda xatolik chiqibdi. Bu xatolikniki balkim biz uqmay ko'rganda, qanday ko'rgizdik deganda, ingliz salat ko'rgizmay balkim xanzcha salat ko'rgizib qolgan bo'lishimiz mumkin. Balkim boshqa holatlar olmush ketib qolgan bo'lishi mumkin. Amal ish yo'q. Shundaq bo'lsa, men buni qayta yozaveray. Masalan, birinchisi bo'lsa, ayni qiymatda ta 0. Ikkinchi shart bo'lsa, ay har doim 7 dan
kichik, yettidan kichik. Uchinchi shart bosganda har qitim ayning qiymatiga birni qitib maqsun, birni qitib maqsun. Equal equal r o'zgarish miqdor r niki indeks bo'lsa har doimo ay bo'ldi. Ay bo'ldi. Endi men qo'shikni urvatdim. Urvatgandan keyin bu yerda va xatolik yo'q, ammo bu xatolik qandoq chiqib qoldi? Multiple annotation found at this line. İkinci transit line. Expected. For cümlesinin kurulması müştaq bo'ladida, ammo mishaga biz chik pesh emas, balki bundaq qo'shib pesh uratdik, Shu yerda men ishtik so'zlab yozib ketibman, kechiringlar. Hamda cümleni saqladim, ijro qilgandan keyin array 0 yani mening bir bo'lsa bu maya kelsa bu nima bu print r cümlesini chiqaradi. Print r cümlesini. Mana ma bo'lsa for cümlesini chiqaradi. For cümlesi orqali mushnaq chiqaramiz. Ya'ni for bo'lsa aylanishni bildirdi, for cümlesi orqali mushnaq chiqaramiz. Uchinchi xil usul bo'lsa biz birinchi xil usul print r funksiyasi, ikkinchi xil usul bo'lsa for davrini cümlesi, uchinchi xil usul bo'lsa while. Biz shu nimalarni ishlatish orqali cümle quramlarını işletish orqali birisi o'zimizniki bilimiz tıxım mukammallaymiz, ikkinchisi ishlatish usulini tıxım o'rganamiz degan gap. Ani bu yerda while'ning bu yerda sharti bor. Biz 3-chi quramimiz, ya'ni 3-chi xil chiqarish usuli while bilan tanishib o'taylik. While bilan tanishib o'taylik. Ya'ni while bo'lsa, mandaq bo'lgan vaqtda degan ma'noni bilardi. Birinchi xil chiqarish usuli bo'lsa print r. İkinci xil bo'lsa for cümlesidan chiqardik, uchinchi bo'lsa while cümlesidan chiqarib o'taylik. Endi while cümlesidan bundaq shart bor. Shartni qanoatlantirgan vaqtda, ya'ni shu while cümlesining o'ziniki nimasi bor deganda, mandaq bo'lgan vaqtda degan ma'nosi bor. Yani mandaq bo'lgan vaqtda degan ma'nosi chiqdi. Hamda while cümlesining sharti bor, bu shartdan har doim logikalik qiymat qaytaradi. Ya'ni yoki false yoki true. Ya'ni rost yoki yolg'on ikki xil qiymat qaytaradi. Hamda biz bu yerga vaqtida men aqim oddiyroq holatda qilib ishlay. Hamda ma'lum bir o'zgartirish miqdor ilib. Ma'lum bir o'zgartirish miqdor alay. O miqdorniki nima deb belgilasak ixtiyor, buni belgilab eng dastlabida mush o'zgartirish miqdorniki qiymatiniki masalan hozir 7 bor, 7 bor. Mushning qiymati nechidan kichik bo'lsa, 7dan kichik bo'lganda ijro qilsin. 7dan kichik bo'lganda ijro qilsin. Hamda biz bu o'zgartirish miqdorniki eng dastlabki qiymatini belgilab o'tdilar. Yana eng dastlabki qiymat necha bo'lishi kerak? 0 bo'lishi kerak. Kalon sagaga tutinglar. Buni tushunamizlar. Keyingi tushunamizlar, keyingi o'rganishlarga daxl etib qolgan gap. Hamda o degan, yana o degan miqdor 7dan kichik bo'lishi kerak, qiymati 7dan kichik bo'lishi kerak. Dastlabki qiymati 0 bo'lsin. Nima uchun 0 bo'ldi? Men sabab turib ko'rsatib qo'yay. Equal har doim urman. Yana har doim o'zgartirish miqdor o'rningga endi mishak naq biz bir taraf qilmaydigan na deganda buningki shu indeksi nima chiqadi deganda
nimishqa deganda biz her daim 0 1 3 indeks 0 boshlanadi. Shunga men o'zgarish miqdorini 1 ni oldim, uning qiymatini 0 qilib berdim. Ish tamom, assalom. U o'zgarish miqdorining qiymati 7 ni kichik vaqtida har daim qandaq menga mushu sonlar gruppasidagi ninki indeksda bo'lib menga bersin. Birinchi qitim 0, masalan birinchi qitim 0. Unda olsa birinchi qitim 0. Endi biz buyak bundaqlam aylantirib qo'ysam, aniqlab xatolik chiqadi. Nima xatolik chiqadi deganda men oldingi qitimda so'zlab o'tgan bir jumla yoki bir program boshlagan ekan, u cho'qim oxirlash kerak. Bo'lmasa qanday bo'ladi? O'lik aylanish. Ya'ni qatatdi kompyuterimiz qatatdi. O'lik aylanish keltirib chiqadi, qatatdi. Men hozir shuni yana bir qitim ko'rsatay. O'xshashlar yana qatadi. Chataq yere qitib qolsa bo'ldi, o'xshash yana qatta, buni ko'rdinglar-ku, qatta ana. Shu qatqanning belgisi degan shu. Yana qatadi. Buni qat nima deganda bu har doim qolsin 0 dan. Shundan buni ijro qilaverdi, yana qolsa bu har doim 7 ni kichik. Shundan yana ijro qilib ma'lum chek bo'lganda uni ijro qilib bo'lmay o'zligidan qatadigan gap. Qadar hech qanday bir o'zgarish yo'q. Qatadigan gap. Endi men buni qiymatini o'zgartirgan. Yana davrimizdan hamon bir qitim to'qim chekinib chiqadigan bir miqdorni birini belgilab beray. Yana har doim qanday qilsin o'ziga birini qitib maqsun. O'ziga har doim shu bir jumla tugagandan keyin o'ziga birini qitib maqsun. Manda qilib deb saqlagan keyin qilib boqay. Keyin qilsak bu oxirida men chiqadi. Mening ismim Parat Tursun. Bu yil 24 yosh. Bu musholat yozib chiqadi. Yana har doim ma bo'lsa men qilib o'tay. Mana ma bo'lsa nishadan aşağıya gap bo'yicha print r funksiyasiga yozib chiqargani. Hamda bu bo'lsa deganda bu for jumlasining yozib chiqargani. Endi bu deganda bu jumlasini yozib chiqar. Bu bo'lsa mening ismim Mishan Mashta. Masalan, oxirdagi moyalar bo'lsa va jumlasi bilan biz chiqarganmiz. Demak, 3 xil usul chiqarish bo'ldi. Hamda 3 xil usulda chiqarish bo'ldi. Ammo qandaq sonlar gruppasini bo'ldi deganda faqat indekslik sonlar gruppasi bo'ldi. Endi men masalan bu yerda men hozir bunda ekan-ku, masalan bu yerga men boshqa mana mushtaqlam etib turib bir şeyga men boshqa ardan birini alay. Shu r. Bu deganimiz tam bo'ldi array. Birinchilab k keltirdi. Buningga men boya biz yozgan alma. Masalan, alma. Beş koy. Neşbet. Yetti koy. Yani başka yazışım buldu, ben bu ikisini qilib qo'yay. Endi men bu holatda biz chiqara olamdi, yo'qmi? Shuni biz bir ko'rib o'taylik. Birinchilab biz birinchi chiqindi print r jumlasi chiqirdi, ikkinchi chiqirdigina for jumlasi chiqirdi, uchinchisi while jumlasi chiqirdi. Men shundan chiqaramdi, yo'qmi sinab o'tay. Sizlarga men shunday birinchi jumlasi yana birinchi chiqaribdi, shunaqa print r jumlasi chiqaribdi. Yani print r jumlasi chiqaribdi. Print r jumlasi har doim array k qimmat, uniki qimmat. Uniki qimmat mushtaqalar chiqaradi. Demak, print r lam jumlasi chiqaribdi. For jumlasidan while jumlasi buningga oqmabdi. Demak, for jumlasidan while jumlasi, ya'ni undan boshqa do while jumlasi faqat indekslik sonlar gruppasini ziyorat qilgan vaqtimizda yoki bat yuzik urib chiqqan vaqtimizda ishlaydi. Ma'noga o'xshash
Mana o'xshash bag'lanishliq sonlar gruppasini bat yuziga urib ishlashda oqmaydi. Chunki bu yerda bu kdan chiqishda nada 0 bor, nada 1 bor, nada 2 bor. Unda qimmat yo'q. Biz kerak soatda bag'lanishliq sonlar gruppasini chiqarishni so'zlaymiz. Kerak soatda. Ko'rayotganlar cho'g'liq yiroq masofalar hisobidagi PHP programmalash darsi. Bu darsda Blockchain to'g'ri alohida qo'llagan mush munosabat bilan Blockchain to'g'riga rahmat aytamiz. Darslikni bevosita ko'rish to'g'ri bekat adresi www.blockchain.com. Darsimizga kelsak, darsimizda oldingi soatda biz bag'lanishliq sonlar gruppasini ziyorat qilgan vaqtdagi ahvol bilan to'g'ri chiqqan. Ya'ni biz bag'lanish sifatiga sonlar gruppasini ziyorat qilgan vaqtimizda for jumlasi va yana while jumlasi bular oqmagan. Ya'ni bundan boshqa do while o'xshash, do while oqmaydi. Do while jumlasi o'xshash oqmaydi. While oqmagan ekan, do while oqmaydi. Endi o'xshash. Bu jumlalar asosan oqmadi. Yana bag'lanishliq sonlar gruppasiga bular oqmaydi. Nima oqmadi deganda biz oldingi soat ishlab chiqdik, chunki bag'lanishliq sonlar gruppasida bo'lsa 0, 1, 2, 3 deyganda indeks yo'q. Undaq indeks bo'lishi mumkin, ammo bo'lmasligi mumkin. Bo'lmagan ahvolda shunda oqmaydi. Bunun oqdig'i bo'lsa qanday ekan deganda print r jumlasi. Birinchisi oqdig'ini print r jumlasi. Print r jumlasi oqdi. Ikkinchisi biz navbatda o'rganmoqchi bo'lgan for each. Ikkinchisiga for each jumlasi oqdi. Dal shu for each jumlasi bilan chiqaramiz. For each jumlasi maxsus mushu sonlar gruppasininki qimmatlarini yoki sonlar gruppasi a'zolik o'zgarish miqdoriniki qimmatini bat yuziga urib chiqadigan funksiyadan birisi. Bundaqda biz ulug' misolimizga kelsak, o'zgarish miqdor as deganimiz tam bo'lsin. Biz array buni birinchisi oldingi ulug' misol kelaylik, olma. Masalan, shunday qo'y. Olma 1 kilo 5 qo'y deb olgan to'q. 5 qo'y. Ikkinchisi bo'lsa nechbat. Buni 7 deb olgan to'q. Dal mushtaq belgilaylik. Ana buni chiqarish uchun print r jumlasini istasak, albatta chiqadi bu. Buni biz oldingi soatda ko'rib o'tgan, bu yerda bir ixtim ko'rib o'taylik. Print r as Müştəmələn işləkmə çıxıdı. Nəticə çıxdı. Bu alma 5 qoy, neçbit 7 qoy müşün çıxıbdı. Yəni çıxarğan qandaq çıxırdı degəndə print cümləsi hər daima çıxar vaxtıda özününki üslubu boyunca, yəni bu yerə array, yəni sonlar qrupsi. Ondan ikinci K açıq qoç. Ondan ikinci value qimmat mushalatda. Chiqirib mana yerda. Yəni qancha tal bo'lsa, shuncha talni chiqirib mana yerda. Bu onunki xususiyati. Hamda bu yerda biz bu jumlani o'rganib o'tib bo'ldik. Biz print r jumlasini o'rganib o'tib bo'ldik. Bizning chiqarmoqchi bo'lganimiz print r emas, balki ikkinchi bir jumla, ya'ni bu soatdagi alohida mazmun for each jumlasi. For each jumlasi bo'lsa maxsus shu sonlar gruppasini bat yuziga urib chiqaradigan funksiya. Ya'ni o'zgarish miqdor as. Bu yerda o'zgarish miqdor as bo'lsa, ya'ni as degan ma'no keldi. Bu as
VB'deki as bilan o'xshash, ma'nosimi o'xshash, ishlatilishimi o'xshash. As degani bo'lsa degan ma'noda. Ya'ni VB'da qanday qilatdik? Bir miqdor aniqlaganda dim a as integer deb bunday yozatdik-ku. Dal shu yerdagi as shu o'xshash. Bu yerda value, ya'ni qimmat deb beray. Qimmat deb beray. Onki men ma'lumni itvetdim. Bunu itib echo chiqarishimiz. Nimani chiqarman? Har doim value ni. Value ni chiqarman. Saqladim. Bassa men xatolik so'z chiqib berdi. Dal mishat 7-chi qurdaydi, 7-chi qurib men qalay, ya. 7-chi qurib for jumlasi. For jumlasida men bir izlay. Yoki bo'lmasa mishat bevosita for ikkinchisi for jumlasi. For cümlesini açıp topay. Yani bunun işletilişi malforage olmaz. Malforage cümlesi. Bunun işletilişi bunu mandak buldu. Forage. For cümlesi geldi. For cümlesinin işlik olsa bir yerge array tiplaq özgürlükçü miqdar. Onunkin as, onunkin ma'lum bir qimmat. Onunkin şu statement cümle. Bir yerga cümle bilan keldi. Endi ben bir şey qilsam, bu yerda buni men o'zgartirish miqdor tiplaq qilib belgilab olsam, ish tamom masalan, bu yerda azroq izlaqish ekan, qolgan yerlar to'liqdi. Demakchilik, biz har doim yoki undaq bo'lsin, yoki bundaq bo'lsin, kichikgina savollik, ya'ni tirnoqchilik savollik o'tlab bilan ketdi. Programımızda xatolik yuz berdi. Shu xatolikni hal qilishning usullarini biz hamda bilib, o'rganib o'tib ketsek bo'ldi. Sizlar emas, men emas, mening shu burungi o'qituvchilarim hamda program yozish jarayonida xatoliklar sodir bo'lib turadi. Bu normal ish. Endi ijro vaqtimda faqat value deb chiqib qo'yibdi. Endi bu yerdagi har doim menga bo'ldi. Mishaga Mush value'ni chiqarib bilan bas bo'ldi. 57. Ya 57 emas bu 5 7. Endi tushundinglar? Ammo chiqargan buniki ama usulni men sappal azroq o'zgartib qo'yay. Ya'ni qanday chiqsin deganda bu chiqish usul bo'lsa bundaroq chiqsin. Sizlarniki tushunishinglarni asos qilgan holatda K qimmat bilan qimmat ochqish bilan qimmat ishlash chiqib bersin. Value. Bu yerga menga K qandaq ulash belgisi. Ondan bu ishida tanglik bilan mabalaga undan ikkinchi yana ulash belgisi. Hamda value. Ham to'g'ri. Kan shular aslimni saqladim. Alma 5. Shunaqa, alma 5 qo'y. Nashbut 7 qo'y. Buni ma'vo formatlashtirib chiqarish biz demakchilik for each jumlasi orqali bog'lanishliq sonlar gruppasini bisib chiqardik. For each jumlasi mayli bog'lanishliq sonlar gruppasi bo'lsin, mayli indeksliq sonlar gruppasi bo'lsin, ikkilasi aqdi, ikkilasini bisib chiqara oladi. Demakchilik biz sonlarni ikki xil tipdagi sonlar gruppasini chiqarish uchun o'xshash bo'lmagan funksiyalarni ishlatdik. Sonlar gruppasini chiqaradigan funksiyalar mushayat tugida. Endi biz burungi o'tgan darslarimizda bir qator xulosalab chiqaylik. Ikki xil sonlar gruppasi. Bularning birisi bo'lsa, biz o'tgandagidek indeks sonlar gruppasi. İkinci xil tip bo'lsa, birinchisi bo'lsa indeks tipliq, ikkinchisi bo'lsa
Bağlanışlıq tiplıq. Hamda ikki xil sandaniki biz qanday holat keldiganligini keldik. Indeks tiplıq bo'lsa, oningki k qiymatini ochiqcha bo'lsa, rəddlik, məsələn 0, 1, 2, 3 deyildik, bir xil qonuniyatga ega bo'lgan holat keldi. Ya'ni qonuniyatga ega k qiymatda. K bo'lsa. Hamda bizningki bağlanışlıq tipi undaq bo'lmaydi. Qonuniyat ega bo'lmaydi. Faqat bunda ma'no jihatdan bağlanışlıq bo'ldi. K qiymatı tipi hergiz bu qonuniyat kelmaydi. Hamda birinchi xil, ya'ni indeks tipliq sanlar gruppasidan chiqqan vaqtida qaysi jumlalarni ishlatish bo'lgan, albatta ikon ishlatish bo'ldi. Ikkilisi bo'ldi ikoni. Ammo azroq japatatimiz iko bo'ldi. Ma'ni biz iko chiqish uchun qanday qilamiz deganda qildik-ku mana, bo'ldi. Ishlash bo'ldi. Endi ikkinchi bir jumla print r. Print aslan chiziq bor, ya'ni aslan chiziq r. Bu bo'lsa funksiya. Uchinchisi bo'lsa albatta for each bo'ldi. For each bo'lsa bu bir davrlanish jumlasi, ya'ni for jumlasi bilan o'xshash davrlanish jumlasi. Ammo bu faqat mukammalroq qilib aytganda sonlar gruppasini chiqarish bilan ishlatiladigan davrlanish jumlasi. Uchinchisi bo'lsa davrlanish jumlasi for. To'rtinchisi bo'lsa yana davrlanish jumlasi while. Albatta while haqqında keyin do while ma'qulda albatta. Do while. Sizlar do while bilan ishlatib ko'rsanlar bo'ldi, men yozib qo'ydim. Hamda ular aqidi. Bular yana birinchi tipdagi indeks tipliq sonlar gruppasi aqidi. Hamda ikkinchisida aqmaydiganlari, ya'ni bağlanışlıq tipliq sonlar gruppasi aqmaydiganlar bo'lsa, qaysi aqmaydi? For jumlasi aqmaydi masalan. While jumlasi aqmaydi. Nimishqa aqmaydi? Men deb o'tdim. Bu yerda k qiymatda qonuniyatlik emas. Ya'ni 0, 1, 2, 3 deydigan ish yo'q. Qonuniyatlik bo'lmag'achqa ular aqmaydi. Hamda for jumlasi, while jumlasi, undan keyin do while jumlasi o'xshash. Bular uning kelgan aqmaydi. Aqdiganlar desak, bağlanışlıq tipliq sonlar gruppasiga aqdiganlari for jumlasi. For jumlasi ikkisi haqida esinglar tutsin. Ondan keyin print r jumlasi. Mashlar aqdi. Bizningki sonlar gruppasiga bo'lgan tushunchimiz mukammal bo'lsa yaxshi. Bizningki tushuncha birimiz mishad oxirlashda bundan keyin biz sonlar gruppasininki funksiyalari bilan tanishib o'tamiz. Kelasi soatimizda ko'rishaylik.